balalarınız sizin gibi itaatli hem edebiyat, sanat suya turgan kişiler bulur deyip okul satam. İlmira o'zi bir yaratib okulunu so'ragan edi. O'rsanmasangiz bu kichkinagina hikoya bolalar bog'chasida ham iratlarga da qolgan bu hikoyat bu. Aybat o'rnak. Balalar, siz bugün mendan boshqagina magazin o'yini o'ynarsınız. Sizin işini tep tartug'ini uyushtirib o'ynay olasizni, men shitdangina qarab turaman deydi tarbiyachi. Shu o'yin uchun kerak-keraklarni berib, qaybi kengashlarni aytib, o'zining yozuv ustaline borib o'tirdi. Balalar göz kelib o'yinga kirishdilar. Magazinlar ochilgan, endi yarısını aşağı taşıyılgan. Birevleri kichkina so'mka tutgan, ikkinchilari tirib quchoqlarini ko'targanlar. Qaybi malaylar mashinalari bilan kelib to'xtaganlar. Niktir Feruzagina bu ko'rinishga birda qanoat bo'lmagan gibi burunini jiyirib, shitga qarab o'yinga kirib ketmay turadi. Qo'lina o'yinchiq rul tutib, og'zi bilan mashina tovushi chiqarib yurishi Rishad qichiqning o'yinga kirmisha birisi bosib turgan ko'rdi-da, "Ey Feruza, ikkimiz o'ynaymiz. Sen meni mashinaga o'tirasan da, men seni magazinga olib ketaman." Nersedir o'ylab olib, dertlanib, Feruza kutmaganda bek tez risa bo'ldi. Ham kerak-keraklarni oldirqa deb, o'yinchiqlar pishmog'ina ketdi. Biraz vaqt o'tgach, shaq etgan tovush qabirilib qarasa, Rashidning ko'zlari surayib ketdi. Shashlarini qabartgan, beline qayish taqqan, oyoq boshlari ishini o'kshaytib, ko'bik qistirgan Feruza qo'lina kichkina qurshaq bilan sumka tutib, ko'chga bosib kelaydi. Rashid yanına kelib jitiga, "Narsa qarab qopding, qabz mashinangni. Magazinga importniy tovar qaytgan. Tez bo'l, olaysa bita." deb meni sesine kelib bosdi. Rashid g'ashaplanibgina og'zi bilan mashina tovushi chiqarib urab aylanib shirat turishi bolalar ortidan kelib bosdi. Onun bilan yana ishga kelishi Feruza ashulanib qarab, shigasin barmog'i bilan borib ko'rsatdi. "Va Tangri, men shusha sariq kutuv bitganini kutib shirat turibman. Magazinning ortqa eshigini borib to'xta" deb ishga kirib jibardi. "Mana bu sotuvchimindan bilay birlarni" dedi Rishad qarshi kelib. "Yarar, ko'p so'ylashma, aytganni tingla. Olaysa mashinangni o'zim olib ketaman" deb qo'rqitgach, bu dirxoliqqa so'nggi tuzimliklari jiyib tuzib, tinarga majbur bo'ldi Rashid. Feruza qo'lindagi qursag'ini angasi, "Bar qizim atanga, sen ating bilan mashinangda o'tiribdi. Men hozir motor aybirlarni olib chiqam" deb keta boshladi. "Menda boram, birgalab olaylik birlarni" dedi Rashid ona yerga. "Bir qoyada bormaysan, tekkina o'tirana balani qarab" deb Feruza Rishadni yengilchagina deb jibardi. Ashundan qo'lindagi qursaqni qizning o'zine ushirib, qabarini kulishi Rishadni ko'rgach, Feruza biroz qo'rquvga tushdi. Lekin sezdirmasga turishib atashlandi. "Narsa endi sen? O'ynay bilmaysan. Meni meni shu aytabit. Shirayingni olam bit" deb barmoqlarini tirpaytib, Rishadning yuzine tava kela boshladi. Aşı otağında qabargan balay bir qo'li bilan o'zine tava kelgan qo'lni itib, ikkinchi qo'li bilan Feruzani shiltiratib jibardi. O'ksasindagi shoqmoqlari qiyshayib, qiz dimbirda idanga borib tushdi. Yuzine biroz qo'rquv tusi kirgan Rishad Feruzaga tava yalib aytib qo'ydi. "Mana menim ati shulayda, bildingmi?"